Assalomu alaykum o'rtoqlar hammaga. Demak, bugun sizlar bilan navbatdagi ICT konsepsiyasi bo'yicha time frame alignment darsligini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Aynan faqatgina ICT traderlari emas, boshqa strategiyalarda ishlovchilar uchun ham eng muhim tradingdagi ma'lumot hisoblangan ushbu darslikda bugun barcha sekretlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar hammaga yana bir bor. Demak, bugungi darsimiz sizlar bilan ICT konsepsiyasi bo'yicha time frame alignment rules, ya'ni vaqt bilan ishlash qoidalari bo'ladi. Xo'p, grafikda ko'rganingizdek, vaqt bilan ishlash qoidasi ICT konsepsiyasi bo'yicha tana skelet qismi mana shundan iborat bo'ladi azizlar. Xo'p, time frame alignment rulesni o'zbekcha ma'nosi yuqorida ta'kidlaganimdek, vaqt bilan ishlash qoidalari degan ma'noni anglatadi va juda ko'pchilik traderlar, shu jumladan boshlang'ich traderlar mana shu qismga kelishganda strategiyada oqsashadi. Strategiyaning asosi bu time frame hisoblanadi. ICT konsepsiyasi nima uchun vaqt bilan birga time and price degan atamani bekorga ishlatmasligini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, vaqt va narx doim bir-biriga bog'liq. Nima sababdan deyilsa, bunga isbot tariqasi bitta grafikda o'ziga qaraymiz. Ekranimizning o'ng qismida bizda narx tasvirlangan. Narx o'sadi yoki tushadi va ekranning pastki qismida vaqt tasvirlangan. Aynan vaqtga bog'liq ravishda bizda har doim narx A tochkadan B tochkaga, B tochkadan C tochkaga o'sadi yoki tushadi. Strategiyani qo'llash o'rnida darhaqiqat ta'kidlab o'tib ketaman, time frame ni noto'g'ri qo'llashlik strategiyani 50% qismini effektini tushirib yuborishi mumkin. Shu sababli ham siz aynan mana shu ko'rsatilgan time framelarda va hozir o'rgatiladigan qoidalar bo'yicha ishlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Bizda time framelar ikkita turga bo'linadi. Aslida 3 ta, lekin biz ikkitasini bilsak kifoya. Time frame birinchisi high time frame hisoblanadi. Ya'ni high time frame katta time framelar. Va bizda high time framelarni eslatma o'rnida ta'kidlab o'tib ketaman. Albatta bu qismini daftarga konspekt o'laroq yozib olasizlar. Katta time frameda biz har doim daily bias, weekly yoki monthly bias, ya'ni oylik, kunlik, haftalik harakatlarni qaysi nuqtadan qaysi nuqtaga borishini biza ko'ramiz. Ya'ni trendni aynan aniqlash katta time framedagi muhim zonalardan bo'ladi. ICT da muhim zonalar sifatida PD arrays. Misol uchun, bundan oldingi darslikda YouTube formatimizda bor order block darsida order block qismini katta time frameda olasiz, narx o'sha nuqtaga kelganda aynan shu nuqtada katta time frameda zona sifatida belgilaysiz. Aynan bizga mana shu high time frame alignment, ya'ni katta time frame oylik, haftalik, kunlik va H4 time frame, 4 soatlik time frame bizga katta time frame ni beradi. Aynan siz mana shu katta time frame dan foydalangan holatda kunlik yo'nalishni aniqlaysiz. Ya'ni, demak, xulosa nima ekan? High time frame ni xulosasi bizda katta time frame xulosasi haqida gap ketyapti. Yo'nalishni belgilab olish. Yo'nalishni aniqlash qisqacha. Maqsad o'sha. Endi lower time frame nima degani? Lower time frame ga daily, masalan, oylik time frame da muhim zona olgan bo'lsangiz, kunlik time frame ga tushasizda, o'sha zonadan kunlik time frame da setupni amalga oshirasiz. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, xulosa shu, lower time frame da siz tasdiq olasiz va entry qilasiz. Ya'ni bir narsani unutmang, mana shu katta time frame da zona oldingizmi? Shu time frame ga to'g'ri kelgan mana bu daily ko'rinib turibdi sizda. Aynan daily dan siz tasdiq olasiz. Tasdiq olasiz. Endi xuddi shunaqa siz oylik time frame da grafikda ochdingiz, juda katta time frame ekan. Sizga ko'ringan kartina yoqmadi. Demak, haftalikka bitta tushasiz. Haftalik time frame ga tushganingizdan keyin siz aynan haftalik time frame da muhim zonani belgilaysiz. Misol fair value gap yoki order block yoki breaker block yoki rejection block va hokazo. Hali har bitta blokni darsligi chiqadi. Va o'sha blokni belgilab olganingizdan keyin haftalik time frame da zona olsangiz, H4 time frame da siz tasdiq va entry qilasiz. Tushundingiz-a? Bu time frame alignment qoidasi. Endi uchinchisi daily time frame dan 1 soatlik time frame ga tushib, siz o'zingiz setupingizni amalga oshirasiz va xuddi shunaqa H4 dan M15 time frame ga tushasiz. Mana shu katta time frame dagi muhim zona narxni ushlab qoladimi? Misol buy zona bo'ladigan bo'lsa, kelyapti narx mana. Mana shu kelishni va bu yerdagi tasdiqni siz kichkina time frame da olasiz. Ya'ni mana bu zona bizda HTF zona bo'lsa, HTF aytaylik buy zona, to'g'rimi?
buy zona bo'lsa, biz mana bu tasdiqni struktura sindi, endi buy ketadi degan tasdiqni biz lower time frame da olamiz. Ya'ni lower time frame nima degani? Kichkina time frame da tasdiq va enter qilamiz. Bu nima degani? Misol, oylik time frame da zona oldingiz, daily time frame da tasdiq va enter qilasiz. Endi xuddi shunaqa multi time frame yoki bo'lmasam o'ta kichkina little time frame degan narsa bor. Little time frame bu nima degani? 3 qism. Bu ikkita qism ko'rasizlar. Oylik daily bo'ldi. Weekly H4, daily H1, H4 M15, to'g'rimi? Misol uchun. Endi bizda yana shunaqa narsa bor. Qaranglar. Hammasini birlashtirsak. Monthly Shunaqa ham bo'lib turadi. Oylik time frame dan biza daily time frame ga, D1 time frame ga o'tamiz dedik, to'g'rimi? Mana grafikda ko'rinib turibdi. Endi daily dan pastga qarasanglar, H1 ga o'tasiz. Aynan daily H1 time frame. Tushundingizmi? Mana shunaqa qilib 3 qismga, ya'ni eng oxirgi setupni tasdiq va enterni hattoki siz H1 time frame da qilsangiz ham bo'ladi. Misol weekly H4, to'g'rimi? Endi H4 ga pastga qaraydigan bo'lsangiz M15 turibdi. Aynan M15 time frame sizga setupni beradi. Ya'ni yanada kichik qismlarga bo'lib, siz 3 ta qismdan iborat enterni amalga oshirsangiz bo'ladi bemalol. Aynan bu sizda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Keling endi aynan shu qoidalarni, tasdiqlarni va enter qilishlarni grafikda ko'rsatib beraman. Shu narsani daftarga yozib, cho'tki qilib o'zingizga optimal ruhda ko'chirib olsangiz, grafikda ko'proq backtest qilsangiz, aniq setuplarni, noaniq setuplarni sonini ko'paytirib olasiz. Ya'ni aniqligi yuqori bo'lgan setuplar time frame bilan to'g'rilanadi. Ishlamayotgan strategiyani birinchi navbatda to'g'rilanishi kerak bo'lgan qism bu time frame hisoblanadi. Aynan shu qoida ICT da juda muhim sanaladi. Xo'p, ketdik, grafikdan ko'rib chiqamiz. 4 soatlik time frame. Misol uchun. Va sizga o'rgatganimdek, mana bu yerda order block bor. To'g'rimi? Mana order block. Order blockni biz impuls bilan tepa qismi yopgan va tana qismidan olamiz. Ya'ni body high. To'g'rimi bizda? Pastda nima? Body low qismi. Mana. Pastda body low qismi. Bu H4 time frame. H4 time frame ni muhim qanaqa zonasi? Buy zonasi. To'g'rimi? Ya'ni buy zonasi. Endi xuddi shu nuqtaga narx kelganda M15 time frame da qanaqa kartina bo'lganini ko'rib chiqamiz. M15 time frame. O't mana. Narx shu nuqtaga kelganda bizda nima bo'ldi? Mana ko'rdingizda M15 time frame da xuddi shu nuqtada bizda narx o'sha nuqtaga tushdi va yana bizga nima yasab berdi? Tasdiq sifatida birinchi narsa engulfing, ya'ni order block. To'g'rimi? Yana shu order block qismimizda bizda M15 time frame da ham nima yasalayapti? Order block yasalayapti. Tushundingizmi? Va shu order block yasalishidan keyin srazu enterni amalga oshiramiz. Ya'ni bizda tasdiq bor. H4 time frame ni zonasida M15 time frame da, ya'ni time frame alignment qoidasiga amal qildik va aynan shu nuqtada enter qilamiz. Mana. Tushundingizmi? Stop loss shuni minimal nuqtasiga mana local time frame. Endi take profit bizda bo'ladi. Misol mana bu liquidity lar. 1 2 hali liquidness haqida ham darslar chiqadi. Qadamma-qadam ketamiz. Mana 3 mana oxir oqibat 4. Birinchi take profitimiz urilyapti. 2, 3 va 4-chi take profitimiz ham mana bu joyda bugun kelib urilgan mana. Chiroyli aniq setup mana shu. Ya'ni H4 time frame ning muhim zonasidan bizda setupni amalga oshiryapmiz. Ya'ni siz misol H4 da zona oldingiz, mana zona oldingiz, mana bu joyda enter qilib olgansiz. Shpilkadan enter qilib olgan bo'lasiz. Ana endi ishlab bermagan nuqtaga e'tibor qaratamiz. Ya'ni nima uchun ishlab bermadi? Yoki bo'lmasa nima uchun shu blok ushlamadi narxni degan savollarga javob topishimiz kerak-da. Misol bizda qaysi blok bor? Misol mana bu blok, mana. Order blok bo'lgan. Lekin bu ham ishlab bergan ekan. Mana bu nuqtada tepada yopildi, narx mana shu nuqtaga tushyapti va shu nuqtada mana simulyatorda ko'rsatib beraman. Mana order blok, to'g'rimi bizda? Muhim zona. H4 time frame da olamiz. H4 time frame da muhim zona mana. Body high va body low qismi mana shu mana. Biz M15 time frame ga tushamiz. M15 time frame ga tushganimizdan keyin biz yangi H4 ochilganda enter qilamiz. To'g'rimi? Masalan, ochildi, pastga tushdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Endi nima bo'ladi? M15 time frame da bizga eng oxirgi setup kerak.
qanaqadir tasdiq kerak bizga o't mana. Uje tasdig'i bor. Mana bu nuqtada yashil svechi yopilib berdi. O'sha nuqtaga tushgandan keyin biza mana bu qismda yuqoriga yopilishi bilan biz enterni amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni eng oxirgi candle buyga yurib bo'lgan payti va narx mana shu nuqtaga tushdi. Eslab qolinglar, narx eng oxirgi nuqtaga tushgani mana bu svecha, to'g'rimi? 13.30. Mana shu 13.30 emas, eslab qolinglar. Har doim yangi hash to'ri ochilishi kerak mana. 13.00 da yangi hash to'ri ochilgan mana. 13.00. Bu New York vaqti bilan mana bu New York vaqti bilan. Mana shu nuqtada ochilgan. Shu qismni yuqoriga buzib o'tishi bilan buyga setup qilishimiz bo'ladi mana. Mana CISD. Mana shu CISD bo'ladi. Shu CISD dan enter qilamiz mana. Ikkinchi enterimiz qanaqa bo'ladi? Ikkinchi enterimiz zonaga narx tushgan payti mana bu yashil candle yopiladi. Yashil candle yana bitta yashil candle tepada yopib berishi bizga buyga setupni amalga oshiradi. Bu endi murakkabroq entry, bu kelasi darsliklarda bo'ladi va toza setup mana shu nuqtada CISD dan bo'ladi. Stop loss mana shu nuqtaga qo'yiladi mana. Take profit ketdi. 1 ga 2, 1 ga 3 mana. Uje nuqtada take profitimizni olib dalshi buyga qarab ketgan. Mana shunaqa qilib entry bo'ladi mana. Uje ketdi. Bu H4 muhim zonada ishlab bergan joyi. Endi daily time frame ga ko'rsatib beraman. Daily time frame da ham aynan muhim zonalarda qanaqa situatsiya bo'lgan, misol. Buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana daily time frame da biz mana bu nuqtada chiqib ketamiz. Mana bitta imbalans bor. Ko'rasizlar? Mana imbalans bor. O't. FVG. Mana shu FVG nuqtamizda bir marta ishlagan, ikkinchi marta narx kelyapti. Narx mana shu nuqtaga kelganda daily dan qaysi time frame ga tushamiz dedik. H1 ga tushamiz dedik. Sizlar bilan birgalikda H1 time frame. Alignment qoidalari bo'yicha shunaqa. Va mana H1 da imенно shu nuqtada bizda nima bo'lgan? Boyagi kartina. Muhim zonaga narx tushgan payti H1 da o'zida ham narx nima yasayapti? Tepada yasab beryapti, engulfing oddiygina va bu order block degani narx engulfing yasashi bilan entry qilamiz. Mana stop loss tagiga bo'ladi. Shu engulfing take profit 1 ga 2, 1 ga 3 mana. 1 ga 2 ni o'zi ham bizga yetadi mana bitta 1 ga 2 setup bo'lgan. 1 ga 2 setup bilan bozordan foydamizni olib chiqib ketamiz. Endi bu darsh ushlayman desangiz, mana bu joyga qo'ysangiz bo'ladi mana. High. To'g'ri, mana bu liquid bor, mana bu liquidness bor mana. Mana bu joyda ham bitta liquid bor bozorda. TP1, TP2, TP3 misol. Va buni bezubitkaga olib kutasizda, mana shunaqa vaziyatda bezubitka bilan kutiladi. Bu daily time frame dan H1 ga tushish. Mana shunaqa tipda biza setuplarni amalga oshiramiz har doim. Buni esingizdan chiqarmang. Bu juda muhim bo'lgan holat. Xo'sh, bizda time frame alignment qoidalari ko'rasizlar. Qanchalik aniq ishlatsanglar, setupinglar toza bo'lib ketaveradi. Qanchalik time frame alignment qoidalariga amal qilmas ekansiz, entrylar noaniq ko'rinishda boshlaydi bozorda. Ya'ni qaysidan kirsam ekan, qaysi setup aniqroq? Bunga aniq javob time frame alignment qoidasi. H4 dan M15 ga, daily dan H1 ga va hokazo. Hammasi mana shu setuplar orqali sizda namoyon bo'ladi. Bu time frame alignment qoidalarini bir chetga yozib qo'ysangiz, sekin-sekin ICT da kelasi darslarimizda bu eng muhim darslik hisoblanadi. Har bir darsda time frame alignment qoidalari qo'llaniladi. O'shaning uchun birinchi navbatda time frame alignment qoidalarini tushuntirib ketayapmiz. Chunki kelgusi darslarda juda kerak bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Xo'p, demak, bu dars uchun hammaga rahmat. Kelasi darslarda, xudo xolasa, ICT bo'yicha yana yangi darslar bo'lib o'tadi. YouTube ga a'zo bo'lishni, podpiska bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizlar uchun bu juda muhim. Kelgusi darsliklarda barcha bilan yaxshi kayfiyatda ko'rishamiz va yangi darslik aynan qaysi mavzu haqida bo'lishi haqida yozib qoldirsanglar, shunga qarab, talablarga qarab biz yangi darsliklarni ham sizga taqdim qilamiz. Good luck and good trading, bro. Sizlar bilan jigarlar. Charchamanglar.